Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Pokistonda yashayotgan Uyg'urlar chegaradan qo'g'lab chiqarilish xavfiga duch kelgan. Avstraliya istixborot tashkiloti Xitoy nufuzining singib kirishi haqida ogohlantirgan. Mo'ljallanishcha, Iroq Sham Islom davlati tashkilotining navbatdagi hujum qilish nishoni Xitoy ekan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Pokistonda yashayotgan Uyg'urlar chegaradan qo'g'lab chiqarilish xavfiga duch kelgan. Erkin Osiyo radiosining 27 mart kunidagi xabariga qaraganda, Pokistondagi 100 ga yaqin Uyg'ur musofir 4-oyda Ramazon oxirlashgandan keyin yangi hukumatning ko'rsatmasiga asosan chegaradan qo'g'lab chiqarildi ekan. Pokistonda bir qancha yil mobaynida yashayotgan 18 musofir oila Taliban kontrolidagi Afg'oniston yoki Xitoyga surgun qilinib, ziyonkashlikka uchrashidan andisha qilmoqda ekan. Pokistonda 1,700,000 Afg'onistonlik musofir bor bo'lib, Uyg'urlar ularning ichidagi oz bir qismi ekan. Pokiston hukumatı o'tgan yil oktyabrda yuz bergan o'zini qo'shib portlatish voqeasidan keyin Afg'on guruhlarini chegaradan qo'g'lab chiqarganligini aytgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar İşleri Komissari bu işe aralashgandan keyin Pokiston hukumatı Uyg'urlarning turish vaqtini 2023 noyabrda 6 oy uzartishni qaror qilgan. Ikkinchi oyda Ichki ishlar ministrligi yig'in chaqirib, qaytarish planini ko'zdan kechirgan. Pokistonning yangi ko'rsatmasiga asosan 9 aprel Ramazon bayramidan keyin chegaradan qo'g'lab chiqarish tirishchanligini yanglashdan ilgari Afg'onistonlik ko'chmanlar haqida uchur to'plash talab qilingan. 32 yoshlik Afg'onistonda tug'ilgan Uyg'ur Turg'unjon Muhammad Tursun ota-onasi 1979 yili Sovet Afg'oniston urushi portlagandan keyin Pokistonga kelib panohlangan afg'onistonliklarning biri bo'lib, bu ahvoldan andish qiladiganligini bildirgan. Uyg'urlarning ko'pinchisi necha 10 yil ilgari Sharq Turkistondan Afg'onistonga ko'chib kelgan bo'lib, urush va boshqa sabablar tufaylidan Pokistonga sig'ingan shaxslarning avlodlari ekan. Ular gerçi Pakistan'da uzun müddet turgan bolsa, Pakistan hükümeti Uyg'urlarga fuqarolik, pasport va turist salohiyati bermagan. Shuningdek, ularning xizmatga kirish, bolalarning o'qishi va davlat ichida erkin harakat qilishi cheklamaga uchragan. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkamasining vaziyatni nazorat qilayotgan bir amaldori bu yangi ko'rsatmaning Uyg'ur oilalariga pozitiv ta'sir ko'rsatmasligini umid qilganligini bildirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkamasining amaldori Uyg'urlarning chegaradan qo'g'lab chiqarilishining mumkin emasligini, ammo uning ishxonasi yoki Pokiston amaldorlarining ularning taqdiri to'g'risida aniq va ishonchli uchur bilan ta'minlay olmaydiganligini ta'kidlagan. Bu ailelerge yardım qilayotgan Pokistonda turishliq Ömer Uyg'ur fondi jamiyatining quruvchisi Ömer Pokiston Tashqi ishlar ministrligining 23 mart davlatning chegara boshqarish va qonun ijrochilariga Afg'oniston fuqarolar kartasi bor bu kishilarni chegaradan qo'g'lab chiqarish uchun jiddiy harakat olib berishga buyurganligini, bu ahvol Uyg'urlarda andish paydo qilganligini, Pokistondagi Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkamasining telefonga javob bermaganligini aytgan. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti bununla ijtimoiy axborot supsi X'da inkos qaytirib, biz Pokiston hukumatini qaytarib etmaslikka aloqador kelishimnomaga amal qilib, Uyg'urlarni zulm va turmaga tashlanish xatiriga yo'liqish ehtimoli bo'lgan Xitoyga va ishg'ol qilingan Sharq Turkistonga o'xshash Xitoyning kontroli ostidagi rayonlarga qaytarmaslikka chaqiramiz. Xalqaro jamiyatning aralashishi, Pokiston hukumatining qo'g'dan olmagan Uyg'urlarni qo'g'dishi, üçüncü bir devletke bexatar o'rinlashtirishga besim qilishi intayin muhim dedi. Avstraliya istixborot tashkiloti Xitoy nufuzining Avstraliyaga singib kirishi haqida ogohlantirdi. Erkin Osiyo radiosining 26 mart kunidagi xabarda Avstraliya istixborot organining mas'ullari yaqinda Xitoyning bir qism Avstraliya siyosiy yo'llarini kontrol qiladiganligini, Xitoyning Avstraliyaga singib kirish masalasining yana bir qatim kishilarning diqqatini qo'zg'aganligini ko'rsatdi. Shuning bilan bir vaqtda Sharq Turkiston sürgünde hukumatining amaldorlari Avstraliyadagi Uyg'ur mahallasining Xitoyning singib kirishi va qo'rqitish nishoni ekanligini tilga oldi. Sharq Turkiston sürgünde hukumatining prezidenti Mamtimin Ala Avstraliyadagi Uyg'urlarning Xitoy jasuslarining tahdidiga, Xitoyning nazorat qilishiga uchraydiganligini aytib, Avstraliyadagi Uyg'ur jamiyati uchun eng chong tahdid Xitoy jasuslarining singib kirishi. Xitoy Kompartiyasi chet eldagi Uyg'urlarning oila a'zolarini go'ro'ga elayotidi. Agar chet eldagi Uyg'urlar Xitoy Kompartiyasining ko'rsatmasi bilan hamkorlashmasa, ularning oilasi ziyanga uchraydi dedi.
Məmtimin əla yana 2021 yılı Şanghay Ammaviy Bexatarlik Sonliq Ma'lumot ombiridan oshkorlangan uchurlarga qaraganda minglagan Uyg'urlar Xitoy tarafidan terrorlik gumondori deb qaraladi. Avstraliyada yashaydigan bir qism kishilar Xitoy Kompartiyasi tarafidan nazorat qilinadi. Kanbera Xitoy jasuslarining Avstraliyadagi faoliyatlari to'g'risidagi ommaviy uchurlarni yoshirmasligi, ommani gumonli harakatlarni doklad qilishga ilhomlantirishi kerak. Eng muhimi, Avstraliya hukumati cho'qim Xitoyning tahdidi haqida ochiq bo'lishi kerak. Agar Avstraliya Xitoyning josuslik harakatiga e'tibor bermay, Avstraliya Xitoy munosabatiga muqimlik olib keladi deb qarasa, bu ahvolni xato baholash hisoblanadi. Avstraliya hukumatining eng muhim ishi o'zini boshqa davlatlar bilan selishtirish va Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qarshi paydo qilgan krizisning irqiy qirg'inchilik ekanligini aniqlash. Agar buni belgilagili bo'lmasa, hamma narsa quruq gap. Agar Avstraliya Xitoyning tahdidiga duch kelganda o'zini qutuldira olmasa, u bu yerdagi hech kimni qo'g'day olmaydi dedi. Mamtimin A'la yana Kanbera amaldorlariga Xitoy Kompartiyasining Avstraliyadagi Uyg'urlar jamiyatiga olib keladigan tahdidiga taqobil turish kerakligini eskartdi va Avstraliyaning Uyg'ur siyosiy qonunini ilgari surishi, qonunga tayanib Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa taqobil turish kerakligini aytdi deyildi. Mutaxassislarning mo'ljariga qaraganda terrorlik tashkiloti deb e'tirof qilingan Iroq Sham Islom davlati tashkilotining navbatdagi hujum qilish nishoni Xitoy ekan. Express xabar to'rining 26 mart kunidagi xabariga qaraganda, oldingi juma kuni terrorlik tashkiloti Iroq Sham Islom davlati Moskvada 137 nafar kishini o'ldirgandan keyin bir mutaxassis bu qatimqi nishonning Xitoy ekanligini aytgan. Qurollangan bir tojik Krokus shahar binosiga kirib o'q chiqarishdan ilgari konsertga kelayotganlarga o'q chiqargan. Voqeadan keyin bu kishi qo'lga olingan va terrorlik bilan ayblangan. Terrorlik tashkiloti Iroq Sham Islom davlati Rossiyaning Iroq Sham Islom davlatini yo'qotib, Bashar Asad hokimiyatini qo'llashdagi Suriyadagi qurolli harakati sababidan Rossiyaga nafrat bilan qarab kelgan. Osiyodagi terrorlik guruhlari mutaxassisi Lukas Weber Iroq Sham davlati Xurosonning 2017 yılı Pakistan'da yaşayotgan 2 nafar Xitoy vatandoshini qochirib o'ldirganligini va yana o'tgan yili Kabulda bir Xitoyga hujum qilganligini, ularning Xitoyga tahdid va Xitoyning andishalarini orttirganligi, hatto Turkiston Islom partiyasiga mo yaqinlashganligini, ularni Talibanning kontrolligiga tushib, xalqiga zulm qilayotgan Xitoyga qarshilik ko'rsatmadi deb tanqidlaganligini va o'ziga qo'shilib Xitoyga hujum qilish taklifini berganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmon turi xalqiga qilgan zulmining dunyodagi musulmon ommani g'azablantirganligini, Iroq Sham Islom davlati Xurosonning Xitoyga hujum qilish ehtimolligining borligini aytgan. Jo'grafiyalik to'salg'i va ching saqlangan chegaralarni nazarda tutganda, Xitoy intayin qiyin bo'lgan nishon ekan. Ular O'rta Osiyo va Janubiy Osiyodagi davlatlardan Xitoyga kirishga yo'l qo'yganlarga intayin qo'pol muomala qiladi ekan. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini Iroq Sham Islom davlatining sho'bisi kuchlik tilga oladi ekan. Iroq va Sham Islom davlati tashkilotining nishonining tizimligida Xitoy dastlabki qatorda yer oladi ekan. Xitoyning andisha qilishining sababi bu ekan. Shunga Iroq Sham Islom davlati Xuroson tashkiloti Xitoyga hujum qilishi mumkin ekan. O'zini azdidu, o'zgini azdirdi. Abduri Burhan Muhammad. Mücmel Talibchaqning mücmel bayonini ko'rgandan keyin Ramazon oyi ibodat va tafakkur oyi, shundaqla aqliy va jismoniy ibodatning moddiy va ma'naviy xayrliklarni jam qilib olishning mavsumi bo'lish e'tibori bilan har jihatdan islomiy shuurni o'stirish, musulmonlik kimligining milliy ruhdagi izlarini cho'nqurlashtirish va unutilgan hamda unutildirilgan qimmatlarni tirildirishning muhim paytlaridan biri. Shundaq ekan, bu paytni qandaqdir quduqqa tosh etish paytiga aylantirib olmaslik. Aksicha, shundaq bo'lishning oldini olib sagak turish hamma birdek diqqat qilishga tegishli masalalardan biri. Ammo ko'rmoqdimizki, o'rtada na quduq bor, na aql. Aksicha, bir dalta chiqib tosh assa, daltining daltalik o'yiniga dastlab selishdan ehtiyot qilish o'rniga daltining daltaligiga qo'shilib quduqqa tosh etishib berish qayercha aqlliq. Alayliq Nur ekrani nomi bilan vaz tabliqchilikning kameralik nashrini bozorga selayotgan atalmish tadqiqotchilik davrini bozorga tutmagandan keyin diniy da'vatchilik qalpiqi bilan vazchi youtuberlar sepini qizitib kelayotgan yaqinqi mezgillarda podkast tabliqchiligining mezini chiqarib,
Diniy xitobning saviya darajasini ko't-ko'tliq tusida intayin tuvan saviya bilan elib ketayotgan Nur ekrani da'vatchisining zakot masalasi haqida ishlagan programmasi ijtimoiy tarmoqlarda aktiv ko'rinib kelayotgan bir siyosiy faoliyatchi tarafidan tanqid nishoniga ilindi. Albatta, ozroq islomiy ilmlardan xabari bo'lgan yoki sohaning ahli bo'lgan va ya sifatlik islomiy mazmunlarning ko'rurmanlari tarafidanmi ancha e'tiborga ilinib ketmaydigan bu kanalning tashviqotlarining tanqidlanishi birinchi qitimliq ishmi emas. Telefon yoki ijtimoiy tarmoqlarda videolari ko'zga putlashgan, zamon otlab o'tib ketish nisbati yuqori bo'lgan, bo'libmi islomiy ilmlarda ko'zga ko'ringan shar'iy ilmda davrimizda peshvo hisoblanadigan biror ilm arbobi yoki muassasaning hech qanday e'tirofiga da'vat metodining mazmun sifatining sog'lomligi xususida aqalliy tazkiyagami erisholmagan, aksicha zamon noma'lum eg'iz maymoq ketish tufayli ularning tuzatma berishlariga sazgur aqidaviy xatoliklarga tuzatma berib ahiltini tozalashiga majbur qilishdek vaziyatlarning bosh personaji bo'lgan mazkur tolibchoq Әмділікте dini soatliklarning suzguchiga ilinishmasdan siyosiy soatliklarga yana kelib dini soha bilan yaqindan munosabatimi yo'q, balki diniy saviyasi avom darajasidagilarning alkikiga suzilib chiqib qoladigan darajada fosh bo'lishi ajoyib. Chunki mazkur youtuberchi Kotkot Talib haqiqatan sifatlik islomiy mazmunlar bilan soha ahlilarining diqqatiga sazovor bo'lgudek saviya sapani ilg'a qilolgudek ko'rarmanlar to'pini o'ziga jalb qilolganda edi. Tanqid suzgichida birinchi bo'lib siyosiy faoliyatchining emas, balki shar'iy ilm sohasidagilarning algikiga tushgan bo'ladi. Ammo mazkur talibchoqning chala bilarmanlik bilan shar'iy sohani petag'dashga uringanligi bir diniy sohaning tanqidchisidan emas, siyosiy sohadagi avomunnas qatori diniy saviyaga ega bir musulmon faoliyatchining bayqishidan xabar topgan bo'ldik. Bumu diniy va ilmiy sohadagilarning tanqidchiatga qaytsizlik, beparvolik vaziyatini yo'ritadigan absusliq bir vaziyat. Albatta, tanqid o'tirg'a chiqqan ekan, albatta masalaga to'g'ri diagnoz qo'yish, tarqalgan zakot haqidagi videoni sovuqqonlik bilan o'tirib, zodi shundoq bir tanqidga loyiq bo'lganmi yo'q. Masalaga aslida bu da'vatchi ko'nglida mundoq demoqchi edi. Pardasida emas, atalmish da'vatchimiz zodi mazkur zakot temasida haqiqatan da'vatchilik qildimi yoki atkachalarcha mubtiliq va fatvo sohasining rolini elishga zo'riqdimi? Peshqadam ilm ahliga xos mazmun bayon qilganmi yoki hadsizlarcha xuddi nausta video tahrirchilaridek shar'iy hukmlar ustida yirtib kesish, pichib so'kish harakati elib borganmi? Agar bu talibchoq haddini eshib mubtiliq qilayotgan bo'lsa, ishlagan videosi o'zi iddia qilgandek rostilla zakot haqida tafsiliy bayon degudek ko'rmanlarni ko'zga ilmog'idek va hatto siyosiy qatlamdagilarning haqliq e'tiroziga duch kelgudek chala chalpaqcha, tomtuvoqcha masala bayon qilish, mujmal bo'lgandan sirt pichilgan hukm qanchalik durust va to'g'ri bo'lgan degan nuqtalarga qarash, to'liqliqdek yoki tuzatgudek nuqtalar bo'lsa tushuncha berish, o'qishmaslik bo'lgudek ahvol bo'lsa, buni tanqid qilguvchi tarafga sovuqqonlik bilan tushuntirib qo'yishdek aqalliy tutum ko'rsatishi, ilm axloqiga to'g'ri keladigan to'g'ri pozitsiyani ko'rsatishi kerak bo'ladi. Lekin vaziyatning ro'yi holatidan ma'lum bo'ldiki, bundaq bir to'g'ri yo'sindagi masala hal qilish urinishi na talibchoqdan, na qarisiga chapan yopquchilardan ko'zga cheliqmadi. Aksicha talibchoqning dasturxondosh, ko'na ulfatdosh va ya tapovatdosh sanaladigan bir qism mulla toifasi avval ishni siyosiy tanqidchining allaqandoq siyosiy tutumlarini pash qilib eg'iz tuvoqlashqa, sen o'zing undaqding, mundaqding degan tariqada masalaning relisini burashqa urindi. Ko'rdikki, bu sohada masala ko'rilsa, avval o'zimizni tekshirib ko'rayli. O'zimiz ilm va shar'iy sohalarning ilm ta'limini biladiganlar bo'lgandikin, avval o'zimizdan tekshirib ko'rayli. Tanqid qilingan temada haqiqatan masala bormi yo'q? Qarab chiqayli, deydigan insof egalari chiqishi kerak edi. Masala hal qilish tarafdorligidagilar ko'zga chaliqish tugul, aksicha tanqid qiluvchining niyatidan kir izlash, uning ojiz deb qaragan nuqtalarini totolab qamollash orqali masalani boshqa yoqqa burash. To'g'risi, davlatining davlatligiga bo'lishib, quduqqa tosh etishib berishish hodisasi ko'rildi. To'g'ri bo'lgan munozara yo'nalishi hozirlanish o'rniga o'g'rining qo'li agri emasligiga yanchiqchi guvoh bo'lgan tariqada qilcha baho berish salohiyati yo'q tiplar oraga tushib, atalmish da'vatchi talibchoqni ahli sunnat da'vatchisi, yana bir nima desa deb tazkiya qilib oqlabma ulgurdi.
Shuningdek, masalaning bosh javobgarimi o'zining nima deganligi va demoqchi bo'lganligini chiqib ikki og'iz ifodalash orqali to'mtoqliqni bo'yniga ilib chiroyli izohat berib raddiya berish o'rniga yuqorqidek qutblashishga, judolashishga yetadigan atmosferaning shamlidan huzur surib, jimmida tomosha ko'rishdan boshqa soyasini ko'rsatmadi. Demak, masalaning bu tarafimi dardlilikning saviyasining qaysi darajadagi chaqqonlik va bag'razlik bilan xarakterlanganligini uqtirib berdi. Demak, o'rtada bundaq bir qo'chish, noinsoflarcha masaladan masala shoxlatib, aslidagi masalani bema'ni va ahamiyatsiz mojaroga yo'nlantirish bo'lgan ekan, bu haqda masalani uning sohasining nuqtai nazari bo'yicha tahlil qilib ko'rish aqallidir. Albatta, ajaba mazkur talibchining fatvo maqomini pitiqlab o'ynagan atalmish davlat qonunidagi zakot haqidagi tafsiliy bayon nomli videosi tanqid qilinmasligi kerak bo'lgan tanqid yuzlandirilgan nuqtalarmi ko'rmasga silinsa bo'laveradigan masalalar miydi? O'rtada bu darajada oynish yuz berayotgan ekan, undaqda biz tanqidchi nazari bilan videodagi masala bor deb qaralgan nuqtalarga yaqqol bir nazar bilan ko'z yuritib chiqaylik. Birinchi, haddini bilmaslik va o'zini chaqlamaslik. Ko'rganimizdek, videoning ismi zakot haqida tafsiliy bayon bo'lib, 33 minut atrofida. Videoda zakotga doir savod xarakterli tushunchalar, zakotning ahkomlari, kimlarga va qanday shaklda berish kerakligi qatorliqlar savol-javoblik dialog sifatida so'zlangan. Qo'yib olgan ismi ichidagi mazmuni bilan uyushmaganlar bir tarzda ishlangan. Bu videoni zakot haqida tafsiliy bayon degili bo'lmagandek, bayon qilish jihatdanmi bir youtuberchining yoki o'zi iddia qilib olgandek bir da'vatchining yoki biror voizning uslubini aks ettirmagan. Zakotning shariatdagi ahkomlarini shu sohaning nufuzli olimlaridan yoki shu sohadagi muayyan mazhab yoki mujtahidning nuqtai nazari bo'yicha tartiblik bayon qilmagan. Yoki bo'lmasa zakotning ahkomiga doir mazmunlarni birər fiqhi iqimning ilmiy manbasiga tayinib turib, astoydil murojaat qilib turib, ondan ko'rurmanga ag'dirishdek, faqat bo'lmaganda so'zlangan shar'iy bayonlarning muayyan fiqhi kitob yoki manbadagi bayonlarini naql qilib berguchi, tushunchalarni ko'rurmanlarga ag'dirib berguchi yo'sunidagi bayon qilish shakliga rioya qilishdek aqalliy qoidalarga rioya qilib yurmagan. Aksincha, mazkur talibchoq masalalarni go'yo mubtaloning maqomidagi biridek rassiz bir shaklda to'mtoqlarcha mujmal shaklda ahkam bayon qilishga, xuddi oyat va hadisini o'qib udul hukm elayotgan hadis va oyat matnlaridagi kalimalarning ma'nosidan zakotning ahkomlarini suzib chiqarib berayotgan fatvochining roliga kirib olib, og'ziga tegmay so'zlab ketgan. Hükümlerini so'zlagandimi ko'pincha ahvolda buningga olimlar, bu qarashqa nurg'un olimlar, ishqilib gapning bashi olimlar deyilganu, qaysi iqin, qaysi fikrdagi jumhurmi yoki ma'lum mazhablarmi, salafiylarmi yoki mutaaxxirinmi, jumhur hanafiylarmi yoki hanbaliylarmi yoki ikki xil qarash bor masala bo'lsa, buningga qaysi mazhab yoki kunimizga ikki qarashqa mansub deb ayrig'ili bo'ladigan jumhur va bir qism ulamolar shaklida tilga ilish mumkin bo'ladigan qaysi mujtahid yoki qaysi muqallid ulamolar to'pi shundoq qaraydi degan haqida adres belgilashga bo'ladigan hech bir ulamolar to'pi zikr qilinmasdan buningga olimlar degan jumla ichida udul kelgancha zakotga doir masalaning hukmi bayon qilinavergan. Mana bu shar'iy ahkomlarni bayon qilishning adab yo'siniga xilof bo'lib qolmay, hatto fatvo maqomidagi shaxsmi rioya qilmasa bo'lmaydigan fatvo berish usuli va adablariga zid bo'lgan ig'izdan chiqqan gapning hukmining qaysi manba yoki qaysi dalilga asoslanganligi ixcham yoki tafsiliy bo'lsin, qilcha bayon qilinmagan asosda so'zlab mengilgan. Natijada videoni e'lon qilishdagi atalmish tafsiliy bayon ideyasining qilcha haqqi berilmagan. Örnek berishga to'g'ri kelsa, davrimizning fiqh olimlarining, jumladan o'zimizning Uyg'ur fiqhlarining mayli ovozliq, mayli fiqh darslarida bo'lsin, yozma fatvolarida bo'lsin, biz ta'kidlayotgan, rioya qilishga tegishli deyilayotgan fatvo berish salohiyatiga loyiq fatvo uslubini bayon qilish metodi va ilmiy yo'nalishini to'liq aniq ko'rib olaymiz. Qisqacha va udul hükümlerini bergandimi, uning naq hükmini qisqa va dal javob bilan tugallaganligini ko'ramiz. Tafsiliy bayon deb qo'yib, ahkam qoidalar dövsini dalilsiz va manbasiz shaklda o'qirman yoki anglarmanlarga to'kma qilganligini ko'rmaymiz.
Albatta, bu fiqhdan nesibelangan, e'tirofga erishgan, fatvo berish salohiyatini tiklagan, shundaqla o'zining fatvo maqomida ekanlik ideyasining haqqini berib turib o'tirg'a chiqqanlarning ahvoli. Bir masala haqida tafsiliy bayon qilishga to'g'ri kelsa, shu masalada mazkur tafsiliy so'zning haqqini berishni biladigan to'mdaqlarcha hukmlar dövsini uning shar'iy hukmi mushu deb o'tirg'a atadigan dalillikdan xoli bo'lgan fiqh sohasining ahvoli mana bu. Ammo zakot haqida tafsiliy bayon shaklida din tashviqi qilayotgan mazkur youtuberchimiz agar rostilla da'vatchi bo'lsa, da'vatchilik siziqini muhofazat qilgan holda shar'iy hukm, fatvo bayon qilish ishlarini ahliga topshirishi, munosib asar va manbalarga shundoqla zakot shar'iy ahkomlarini atrofliq bayon qila oladigan ulamolar to'piga degan, shundoqla zakotga shar'iy ahkomlarni atrofliq bayon qila oladigan ulamolar to'piga degan so'zining uddasidan chiqalaydigan sog'lom ilm egalariga qoldirib qo'yishi oqilona edi. Ammo bu xususdami metod va uslub jihatdan bayon qilishda tutilgan tarz va shakl jihatdan butunlay shar'iy ahkom bayon qilishdagi ilmiy axloqni chaylash, fatvo berish salohiyati yo'qtirib, salohiyatsizcha fatvo temalariga burnini tiqishdek adsizlikni xuddi o'zini atalmish tadqiqotchi ko'rsatish tashviqotida qandoq sodir qilgan bo'lsa, buningda oldinqidanmi oshirib sodir qilishdan saqlanolmagan. Natijada mazkur youtuberchi 33 minutlik sifatsiz ma'lumotlar dövsini to'kishdan boshqa ish qilmagan. 33 videoga bo'lsimi uzunlik qilmaydigan islomning zakot tushunchisini 33 minutga prislashga tirishgan va zakot haqida tafsiliy degili bo'lmaydigan chala-chalpaq bir narsani ishlab tarqitish bilan günümüzdeki tipik modparas vaiz youtuberchilarga boshqa millatda qandaq podkast taqlidchiligi orqali shar'iy sohani bulg'ayotgan bo'lsa, mazkur talibchaqmi qatordan qilishmagan. Ikkinchi, mujmallik va chala-chalpaqlik. Chala-chalpaq bir narsa ishlash deganda yuqorqidek sifat va ahkom bayon qilish metodi jihatdagi yetarsizliklardan boshqa izohlash kerak bo'lgan nuqtalardan atlab o'tib ketish, mujmal qoldirish va konkretlashtirilgan nuqtalardanmi yo'gab yig'ishtirish shaklini elishi, modda nuqta tilga ilishga tegishli joylarda yuqorisi ma'nodan tövini ma'nongacha degan shaklda tafsiliylashmagan bir chambarak sizish bilan kifoyalanishi ko'zda tutilgandir. Masalan, mazkur talibchaq programmasining ortiqiga tafsiliy deb yozib olganiga qaramay, masalada gonga qo'yishga bo'lmaydigan nuqtalarni tomtaqcha yuzaki bayon qilib qo'yibla o'tib ketavergan. To'g'risi, o'zining ishiga kelmagan nuqtalarni yomidab o'tib ketsa, ishiga kelgan nuqtalarni parchalab izohlashga zo'riqqan. Ko'ngilda bari eg'izga tayin deb zakot oyati xususidagi al-mufat qulubihim bilan fi sabilillah to'g'risidagi gaplari buning tipik misoli. Qaraydigan bo'lsak, talibchaq ko'ngil mayil qilinuvchilar turkumi to'g'risidagi mazmunga navbat kelganda, oyatning izohatiga, tatbiqlash shakli qatorliqlarga qilchimi kirmaydi. Oyatning tomtoq va yuzaki ma'nosini tez suratlik yo'lda mashina degan tariqada besib o'tib ketishga zo'riqidi. Halbuki Alloh Qur'on Karimda zakot olishga haqliq nomzodlar turkumini rad-riti bilan konkret va tarmoqlari bilan bayon qilishga ahamiyat bergan. Mujmallikka yo'l qo'ymagan. Shuningmi zakot ahkomi o'z oldiga cho'ng tema bo'lib, fiqh va tafsir asarlarida tilga ilingan har bir tarmoq uchun maxsus ahkomlar, turli amaliy turmushda uchraydigan ishlarga qarata shar'iy hukmlar so'zlangan. Shundoq ekan, zakot haqida tafsiliy bayon bermoqchi bo'lgan vaqtda har bir tarmoq o'z oldiga bir video qilinsimi, tafsiliy deyishga aran til boradiganligi zakot fiqhisining ujur-bujuridan xabardor berish uchun deb o'tirish hojatsiz. Ammo talibchiqimiz xuddi necha asr davr surgan sulolalar tarixini necha minutga sig'dirib video ishlab, mavjud ehtiyojini qondirayotgan ko'rinayotgandek, mazkur temadami o'xshash yo'l tutsa bo'laverdigandek, chala-chalpaqligi diqqatga tushmaydigandek ish qiladi. Masalan, oyatdagi al-munfat qulubihim al-gharmin fi sabilillah kategoriyalari tafsilotga kirib turib tushuntirish keraklikda bir-biridan qilishmaydigan, har birida kunimiz uchun lozimliq tarmoq masalalarni suzib chiqib ko'rurmanlarga yo'ritish kerak bo'lgan nuqtalar bor. Masalan, oyatdagi ko'ngil mayil qilinadiganlar deganda, bu mundaqla deb o'tib ketiladigan tema emas. Ko'ngil mayil qilinuvchilar konkret kimlarni ko'rsatadi. Payg'ambar davrida qaysi tabiqa va qandoq turkumliklar bu kategoriyaga kirgan. Ishlatilgan, keyin qandoq tatbiqlangan. Hatto qandoq bo'lib tatbiqlanish amaldan qolgan. Kunimizda bu oyatning tatbiqlanish o'rni bormi yo'q? Bor bo'lsa, kunimizda mayil qilinish obyektlari konkret qaysilar?
Yaqinqi zamonda olimlari bu xususga qanday qarashlarda bo'lgan? Allohning yo'lidagilar desak, yuqorqisi ma'ningdan tövni ma'ninggacha shaklda tomtoqlarcha zikr qilib o'tib ketmasdan, ashu doiraga kiradigan bo'libmi bugungi Uyg'urlarning vaziyatida bu tür qaysi yo'nalishni qandaq ideya bilan ketayotganlarni ko'rsatganligi, nima uchun kitob, da'vat, ma'rif qatorliqlarni Alloh yo'li doirasiga, jihadning o'rnidagi harakat va amallar doirasiga tuzadiganligi tafsiliy yo'ritilishi kerak bo'lgan masalalar hisoblanadi. Ammo ko'ramizki, talib chiqimiz tema haqida tafsilotdan gap ochib qo'yganu, amaliylashtirishga kelganda degan davatqan va tegish qilgan nuqtalarining har birida shu qadar ixchamlashtirishga zo'riqqanki, zakat haqida qisqadan qisqacha bir narsa degili bo'lg'idek, hatto unimi aldirab degili bo'lmag'idek bir narsa bo'lib qolgan. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.